Endi keyingi videom feederimga, ya'ni feederimga kichkina baliqlarni chaqirib olishga, boqishga ham tayyorlab olamiz. Mana bu endi muddat o'tib qolgan nonlar. Hammani xonadonda baribir qanaqadir darajada chiqadi. Suv qochganda endi sal nonni ozgina uyutib olamiz. Endi men hozircha yemimni cho'kadigan qilmayman, oqadigan qilaman. O'sha boya aytganimdek shamayka balig'i bilasizlar, endi tepada asosan suvni ustki qismida ovqatlanadi. Shuning uchun yemimni cho'kadigan qilmoqchiman. Mana bu sal muddat o'tib qolgan mamaliga qo'shib yuboramiz. Qo'yilma 15 kundan beri aynib qolmaganiga qo'yil qoldim mamaliga. Endi ko'pchilik aytadi, Ulug'bek aka, shuncha harakat qilasiz, bitta aralashtirishga drell olsangiz bo'lmaydi deyshadi. Drelllar bor, lekin qo'lingizdagi baribir harakat boshqada, odam ishqibozligi mana bunaqa qilganga hech narsa yetmaydi. Drelllar bor, endi mana bu narsa baribir o'ziga yarasha kayf beradi. Buni his qilyapman-da men hozir, his qilyapman. Va mana bitta maxsus aparish. Endi buni aytolmayman. Maxsus aparish mana. Mana hamma holat bo'lib qolgan. Hammasi g'umay bo'lib qolibdi. G'umay. Esimdan chiqib qolib ketibdi bu. Aparishim ruzakda qolib ketgan va mana g'umay bo'lib qolibdi, g'umay holati. Mana bu ham baliq nasibasidir balkim. Bir bakalashga aparishim g'umay bo'lib, bu ham o'ziga yarasha bir yem bo'libdi. Va mana bu yerda 6 xil maxsus ko'rim. Mana bunaqa preslangan kepak. Buni kichkinarog'i, mana kichkinarog'i va maxsus yangi 3 kun 4 kunlik jo'jaga beriladigan maxsusi ham o'ziga yarasha hidi bor, buni bilasizlar. Ishlab olib ko'rganlar. Buni hozir sovuramiz. Matilla sovuramiz. Oxirida o'sha kukuruz, bandel. Ozgina bundan ham sovuramiz. Mana. Bandel kukuruz. Ha, jonivor. O'zim yegim kelib qoldi. Mayli, lekin baliqning ham nasibasi bor. Ana bo'lsa. Qadrdonlar, mana bunaqa maxsus yem bo'ldi. Albatta buning ichida hammasi hid, o'ziga yarasha hidi bor. Buni endi qanaqa darajada ishlashini albatta videomiz davomida ko'rib borasizlar. Ketdik. Endi qalmoqlarni joylashtirishni boshlaymiz. Shahardonga yaxshi ko'rgan qalmog'im, feeder qalmog'imni montaj qilib oldim. Asosiy kelayotgan 0.22 plutonkamiz va bunga rezinli stoper har doimgidek. Stoperimiz oldiga mana bu vertej qo'yamiz mana. Negaki mana bu gruzimiz yurish kerak va 50 grammlik tosh o'rtasi ochuv. Boqqanimizda tushib ketishi oson, chunki u yemni mana shunaqa tayyorladimki, mana shu o'rtasi ochuv mana. Va bunga 0.14 fluorokarbonoviy mana bunaqa поводок 40 cm va feederning kurchovi shunaqa. Har safar men kurchovlarni yengilayman. Negaki kurchovimizni tig'ib bo'lib qolsa, yaxshi ololmaydi baliq. Feederning montaj so'raganlar uchun mana oddiy sodda, bu yerga hech qanaqa temir tersak kerak emas. Kimlardir temir tersak qo'yib tashlaydi, yo'q. Men majbur mana temirni qo'ydim, chunki temir tersak kerak emas bu yerga. Oddiy o'zini holatiga mana. Qancha temir bo'lsa o'sha joyda bir ortiqcha buyumda, eng oddiy sodda ishlaydigan montaj.